Mamlakatimizda umummilliy totuvlik, birdamlik va hamjihatlikni mustahkamlash, barcha fuqarolarga teng huquq va imkoniyatlar yaratish, ko'p millatli xalqimizning jonajon O'zbekistonimiz farovonligiga daxldorligini kuchaytirish, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning 19-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Ushbu farmon va qarorning mazmun-mohiyati xususida yurtdoshlarimiz o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Prezidentimizning umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni yuqori bosqichga ko'tarish haqidagi farmonlari bu juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu farmonda jamiyatda umummilliy munosabatlarni mustahkamlash va xorijdagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni yanada rivojlantirishning ustuvor vazifalari belgilab berildi. Endi bu vazifalar nimalardan iborat bo'ldi degan savolingizga keladigan bo'lsak, munosabatlarni uyg'unlashtirish, jamiyatda do'stlik, birodarlik, hamkorlik g'oyalarini singdirish vazifalari asosiy o'rinni egallaydi. Shu ma'noda chora-tadbirlar rejasi ham belgilandi. Mazkur anjumanlarda mamlakatimiz taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shayotgan turli millat va elat vakillarini biz tajribalari bilan tanishamiz. Ularni yanada mana shu vatan ravnaqi yo'lida mehnat qilishga bir o'ziga xos bir ruh ham beradi o'tkazilayotgan anjumanlar. Shu bilan bir qatorda respublikamizning hamma viloyatlarida, shaharlarida, tumanlarda bittadan ko'cha turli millat va elat vakillarining urf-odatlarini, an'analarini, eng yaxshi bir milliy qadriyatlarni o'zida aks ettiruvchi ko'chalarga ham aylantirilsin degan bir chora-tadbir rejasi ham ishlab chiqildi. Shu bilan bir qatorda birgalikda kuchimiz shiori ostida ekologik aksiyalarni o'tkazish ham belgilandi. Demak, tabiat bizni hammamiz uchun aziz, ardoqli va shu ma'noda tabiatni asrash ham demak millatidan qat'iy nazar barcha O'zbekiston xalqini eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Tadbir rejasida bu yoshlar uchun ham juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'layotgan reja shundan iborat bo'layaptiki, Qashqadaryoning o'zida ham turli millat vakillari bir oiladek, ya'ni oila bo'lganda ham ahil oiladek istiqomat qilishyapti. Demak, mana shu ahil oilaning vakillari, shoirlar, yozuvchilar, o'z kasbining bilimdonlari yoki o'z sohasida bir juda katta ishlar qilgan kishilar bilan uchrashuvlar o'tkazish, nafaqat uchrashuvlar o'tkazish, balki ular haqida filmlar ham olish rejalari ham belgilandi. Va eng muhimi, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan mazkur farmon jamiyatda umummilliy munosabatlarni rivojlantiradi va xorijdagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarimizni, do'stligimizni, birodarligimizni mustahkamlashga juda katta hissa qo'shadi.